Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada Sadaqati Roza Washington'dan sözleyimiz. Bugün çizdağış 2022 yıl 7. ayının 20. günü. Bugünkü vaziyet doğrusu da söz alsak birinci bulup, Amerika Qo'shma Shtatlarının prezidenti Joe Biden ve birinci hanım Jill Tünügüllatin Ukrayna prezidenti Zelenski'nin ayali yaka birinci hanımı Olena bilen Aksaray'da görüştü. Bu Ukrayna'nı qo'llashning en sezgür paytları deb ataladı vatandaş. Onun keyin ikkinchisi qapoq yog'di. Soğukları degende hozir Jungo'nun 5 kelayotgan soğuk gradus belki 40'dan belki 60'dan eşib ketdi desa bo'ladi. Hurmatli vatandaş, hozir Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi Avam Palatasining boshlig'i Nancy Pelosi xonim oldimizdagi 8 ayda vakillar umigini boshlab Osiyo ziyoratga chiqqanda Tayvanga ziyoratga boradigan bo'ldi. Mana bu xabar, hurmatli vatandoshim, shuning bilan billa chidimidi chambaqon. Masalan, yaqinda Urumchiga Uyg'uristonga berib qaytib kelgan davlatning raisi Xi Jinping vakilligidagi hukumat a'zolari mushu 6 oydan boshlab Michel Bachelet xonimi yoki Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga xat yozib, Uyg'urlar to'g'risida, Uyg'uriston to'g'risida tayyorlangan kishilik huquq dokolatini e'lon qilmaslik to'g'risida talab qo'ydi. Mushularni davr qilamiz, vatandoshlarga leksiya so'zlaymiz. Leksiya mundaq boshlanadi. Nancy Pelosi mavzu Tayvanni ziyorat qiladi. Beijing yani chiqirashga boshildi mavzuli xabar 7 ayning 20 kun OneWeb orbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Angliya pul muomala gazeti 7 ayning 9 kuni mundaq ko'rsatdi. Pul muomala gazeti mundaq ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlari Avam Palata boshlig'i Nancy Pelosi xonim Jungo Amerika munosabati jiddiy bo'lib turgan mushundaq ahvol ostida Tayvanni ziyorat qiladigan bo'ldi. Tayvan Jungoning besimiga duch kelayotgan shu kunda Tayvanni ziyorat qilgan bo'lib hisoblanadi. Beijing alohzodi bo'lib ketdi va ogohlantirish berdi. Pul muomala gazeti 8 nafar xabardor kishilarning so'zlaridan naql keltirib bundaq ko'rsatdi. Nancy Pelosi kelar oy vakillarni boshlab Osiyoni ziyorat qildi, jumladan Tayvanni o'z ichiga oldi. Pul muomala gazeti mundaq oshkorladi. Oqsaroyning amaldorlari Avam Palata boshlig'i Nancy Pelosining Tayvanni ziyorat qilish vaqtisidan ansirab mundaq hisobladi. Jungo armiyasi qurilgan vaqt 8 ay, uning ustiga Jungoning rahbari Xi Jinping bilan Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden 8-9 aylar oralig'ida ekran suhbati o'tkazdi. Biz o'tganim degan to'q 7 ayning 25 kuni ekran suhbati o'tkazdi degan edik. Demak, hozir 8 ay 9 ay kechiktirildi degan. Prezident Joe Biden suhbat o'tkazdi. Aqsaray yoki Avam Palata boshlig'i Nancy Pelosi xonimning ishxonasi Nancy Pelosining Tayvanni ziyorat qilganligi to'g'risida xabar e'lon qilmadi. Jungoning bayonotchisi Jovli Janobning 2 kuni mundaq ko'rsatdi. Jungo taraf Amerika tarafdan bir Jungo prinsipiga amal qilishini talab qiladi. O ogohlantirib mundaq dedi: agar Amerika taraf o'z boshimchilik qiladigan bo'lsa, Jungo taraf jiddiy tadbir qo'llanadi. Germaniya Marshall Fondi jamiyati Tayvan masalasi mutaxassisi Glayser mundaq ko'rsatdi. Beijing Amerika Davlat Majlisining faoliyatlarida sezgir bo'lib ketdi. Yaqinqi yillardan beri Davlat Majlisi Amerikada orqa-orqadan Jungoga qarshi qonun loyihalari e'lon qildi.
Gleiser mundaq ko'rsatdi. Çünkü Kompartiya shuning uchun qorishini deyki, Amerika Davlat Majlisi ma'muriy doiralar bilan birlashib, Jungoning bosh ko'tarishini cheklamoqchi bo'ldi. Nancy Pelosi Demokratlar Partiyasi mansubidir. Prezident Joe Biden ham Demokratlar Partiyasi mansubidir. Yani Nancy Pelosi'ning Tayvanni ziyorat qilish faoliyati Jungo Kompartiyasiga qarshi bir karta bo'lib, Tayvan mustaqilligini qo'llaydigan aloqador taraflar strategiyasining bir qismi bo'lib hisoblanadi. Tayvan Jungo Amerika talash-tortish qiladigan alohida bir rayonga aylandi. Avam Palata başlığı Nancy Pelosi vakillar ümükünü başlap Yaponiya, Singapur, Indoneziya, Malaysiya qatarlıq devletlerini ziyaret kıldı. Hem de Amerika'nın hava Hindi Tinch Okean kumandanlığıda bir mezgil turudu. Avam Palata başlığı ve Bütkül Devlet Meclisi izchal Tayvanni qo'llab keldi.